uka. Beraka o'zim ukam bu. Men nima qildim bunga? Birinchi qildimmi men bularga? Do'stlar, va nihoyat K9'im tayyor bo'ldi. Vip servis tarafdan share nimalar qilishadi mashina bilan. O'rtoq, eng boy odamlar bilan intervyu qiladigan, eng qimmat narsalarni obzor qiladigan bloger mashinani ham eng zo'riga loyiq. Tabriklayman o'rtoq, yangi avtomobiling bor. Abdushay, rahmat. Hammaga rahmat do'stlar. Bunaqa avtomobilni olishing bilan sразу broneplyonkaga o'ramasa ham bo'lmaydi. Hech birga tushda sразу narxlarni aytib ket, odamlarga qiziq narxlar. Krugovoy broneplyonka tomlari bilan yaxshi sifatli plonkadan $2,5 ga aylandi. Bundan tashqari o'rtoq Lobovoyni himoya qilish kerak. Bu Lobovoy juda viloyatga boramiz, по-любому tosh-posh urilsa ham sinmaydi. O'rtoq, bu eng must have narsa. $300 ga Lobovoyni bronya aylanadi. Salonda brony bor, glyansiy detallaring bor, ekranlar bor. Ana o'shalarni ham himoya qilib chiqdik. U alohida $150. Tonirovkani aytding o'zing, beton bo'lsin deding. Beton tonirovka ultrafitdan kачество yo'qolmaydiganini 2 qavat orqaga qildik, oldiga 1 qavat. Tonirovkani ham sifatli, sifatsiz bo'ladi. Bu eng zo'ri. Ichkaridan o'tirganingda o'zing baho berasan. $200 tonirovka alohida. Va eng muhimi, eng eksklyuzivi, O'zbekistonda boshqa hech kimda unaqasi yo'q. Doimgidek sen uchun eng zo'rini qilib berdi o'rtoq. Polik oyoqni tagida bo'lsa ham eng zo'r narsa turish kerak san. O'sha chaqaloq. Mana eksklyuziv, hech kimda yo'q. Gap yo'q, gap yo'q. Mana ko'rsatinglar, iltimos. Men bu как по saloni shpon tursa, xuddi shunaqa shpondan topib, poliklarni qilib berdi. Va men bu baxt nima deyiladi? Gilam, kovrik. Gilamcha ham именно gelikka gilamidan qilingan. Yo'q, eksklyuzivli polik bu hech kimda yo'q. yo'q. Eng qizig'i salonda amerikanskiy dub turadi, o'shani topib polik qilib berdinglarmi? Обязательно. Naqshi ham bir xil, chunki o'sha dubbi ildizi kap bilan olingan, Rolls-Royce'da ham именно kap ishlatiladi. Eng noyob joyi bo'ladi. O'shani materialdan zakaz qilib qildirdinglar shuni. Shpon juda ham Gap yo'q do'stlar, Vip servisda eng zo'r poliklar qilinadi. BMW'ga ham o'sha karbonoviy poliklar qilishgan haqiqatan ko'rgan odam wow deydi, lekin gap yo'q. U narsa bir paytlar eksklyuzivni senga qilib berganmiz BMWga 1000 ga aylangan bo'lsa, bunisi $800. Do'stlar, hammaga nasib qilsin, ko'rgan hamma qilingan narsalarga baho berib yuboringlar va like bosib izohda fikringlarni qoldiringlar. Ha, aytgancha mashinanggacha gelik sidiniyasini qo'ymoqchi edim orqaga. Sen gelik yaxshi ko'rsan, lekin qarasam K9'da undan ortiq ekan sidiniyasi. Yaxshimi? Zo'r ekan. Yaxshiliklaringga xizmat qilsin o'rtoq. Bo'pti, sher. Yaxshilik bilan ko'rishaylik. Ko'rishamiz. Sog' bo'lgin. To'xta, 1 minut. Hop, mana ma'misiz ketib qolma o'rtoq. Bu senga juda ham kerak bo'ladi. Inspektordan radar detektor bombasi chiqdi. Split Air. Bu вообще mashina, multiradarni qotili bu. O'rtoq, qara. LNA усилители bor. И любой multiradar uzoqdan olib beradi. Plus ortiqcha shov qilib solmaydi. Seni ham asabingga tegmaydi. Bo'ldi. Voditelingni ham alasmaydi. Buni kesin ertaga o'zim o'rnatib beraman. Bo'ldi. Tushunding bunda tekinmi? Yaxshilik bilan ko'rishaylik.